Telefon olayotganingizda juda ham hushyor bo'lib tekshirib 15 Pro Max konkretniy devorga tirs urilgan, mana ko'ryapsizlar. Ekrani ham ketgan bo'lgan, faqat bunga yechma ekran qo'yildi, originali. Ahvoli shu bo'lyapti. Hozir buni ideal qilib, korpuslari bilan zavod qilib beramiz. Bu bir. Ikkinchisi, telefon olayotganingizda juda ham hushyor bo'lib tekshirib olinglar yoki o'zingizlarni yaxshi tanish ustinglar bo'lsa olib kelinglar, tekshirib berishadi. Sababi mana shu 14 Pro Max bunisi ekan. 14 Pro Max shu bozorda ishlaydigan telefonchi ukamiz olib qolganda, lekin yeb qo'ygan. Ya'ni telefonning antennasi chiqmaydi. 3G ga qo'ysangiz ishlaydi yoki ishlamaydi, xohlaganda ishlab ishlamaydi. Mana buni ham muammosini hal qilib berdik, cho'tki tuzaldi. Ikkinchi 14 Pro Max bu ham qo'ldan tushgan, buni ham antennasi shunaqa bo'lib qolgan, buni ham muammosini hal qildik. 12 Pro Max kelgan, bu suvga tushgan. Xudo xolasa hozir tez orada diagnostikasini qilib, buni ham 100% to'g'rilab, nasib bo'lsa egasini qo'liga berib xursand qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Zo'r yangiliklar qo'yamiz, tez orada yangi video joylaymiz. Yangi tayyor bo'ldi, ko'rsanglar bo'ladi. 100% ideal qilib yopilgan, hamma narsasi o'z joyida. Hamma narsasi o'zini joyida bo'lib, cho'tki bo'lib, zavod bo'lib yopilgan. Bu oldingi holati kelgani, mana bunga o'tkazib cho'tki qilib berdi. Batareykalarni ham alishtirganmiz, mana hamma narsasini cho'tki qilib. 100% qilib berganmiz. Yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ideal qilib beramiz.